Hurmatli kelin, kuyovning familiyasiga o'tishga rozimisiz? Yo'q, hech qachon. Voy, Men o'zimni familiyamda qolaman. Sen jinnimisa hamma kelinlar kuyovni familiyasiga o'tadi. Men o'tmayman. Qanaqa o'tmasligi mumkin? O'tishi kerak. Qanaqa o'tay ekan? O'tmayman men. Do'dir, hamma xotin erning familiyasiga o'tadi-ku, sen ham o't. Men Sultonova bo'lib qolaman. Sen Kenjaboyeva bo'lishing kerak. Bo'lmayman. Bo'lasan Kenjaboyeva. Bo'lmayman Kenjaboyeva. Sultonova bo'laman. Kerak bo'lsa siz Sultonov bo'lasiz. Men hayotda ayol kishining familiyasiga o'tmayman, tushundingmi? Menga qarangki, yakka-yu yagona qizim bor. Qorachig'imni ko'ziday asraganman. Toshkentdan bir 3 xonali uy, bir mashina yo'q demasangiz kerak. O'ylab ko'ring. Men bir o'ylaydigan odam. Hammasi sizlarga vasiyat bo'lib qoladi. Kuyov mana mashina. Bo'ldi qilingga. Ota bilan qiz, sizlar kuyovni chesti bilan, g'ururi bilan o'ynashmoqchimisizlar? Ularsiz hech narsani hal qilmaydi. Men hech qachon Sultonov bo'lmayman. Kenjaboyevligimcha qolaman.